Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Keyingi mana bir mijozimiz eshiklar tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa chiroyli obzorni qilib berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bitta narsalardan like kutib qolamiz. Agar kanalga yangi bo'lsanglar, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Yangi qilgan ishlaringiz birinchilardan ko'rib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Mana xudo xohlasa oq seri rangda bo'lgan, fasonni kelsa haytesh fasonda. Qalin 08 dan bo'lgan, zamogini ham o'ziga palmas qilib, oqqa qora qilib berganmiz. Mana xudo xohlasa oshirib boshlar kelsa qalinidan 4 tadan qo'yib berganmiz. Ularning razmeri kelsa 90 ga 210 lik razmer, tagi besparov bo'lgan, uni borganda chiqarib yuboramiz. Xudo xohlasa o'rnatishga ketyapmiz. O'rnatgandan keyin bir video arzoni qilib berib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin, hammasi bir xil bo'lgan. Ikkitasi o'ng ichkariga, uchtasi tashqariga ochiladi. Hammomga, mehmonxonaga, yotoqxonaga bir xil qilib berganmiz xudo xohlasa. Shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarni pastga yozib qoldiramiz. Telegram, WhatsAppdan ishlayapti. Vodiy bo'yicha uстановkalarimiz bepul. Uzoqroqqa bo'lsa kelishilgan holda o'rnatib uстановkalar qilib beriladi. Agar razmerlar bo'lsa Telegramdan yozsanglar, hisob-kitoblarni qilib beramiz. Har xil rangdagi eshik romlarimiz mavjud. Bundan tashqari akvami, yog'ochdanmi, termomi, eshik rom qanaqa sohasi bo'lsa hammasi xizmatlari bor. Bizda bemalol aloqaga chiqa olinglar. Korobkalar ham yog'och bo'lgan, xudo xohlasa laklari kelsak, toza glansli laklar sepib berganmiz. Oynalari ham qora oyna solib berganmiz. Fondi germetiklangan, rezinkalari bor, fondi shumkasi ichida bo'lgan. Yopganda ham taraf turuv yopilmaydi. Ancha bo'ladi, Buloch tumanida o'zida bu narxiga keladigan bo'lsa 800 ming so'mdan qilib berganmiz 1 kvadrat metr. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu o'lchab, bitkizib, o'rnatib, uстановка qilib berish hammasi shu 800 ming so'm ichida narxida.